Assalomu alaykum o'rtoqlar, hammaga xayrli kun. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan 3-darsimiz fond bozorining asosiy ishtirokchilari haqida bo'ladi. Bepul trading darsligimizni xudo xolisa davomiy shaklda joylab boramiz. Buning uchun sizlardan like va izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham unutmang. Demak, o'rtoqlar, biz ko'rib chiqadigan savollarimiz kimlar fond bozorida faoliyat yuritadi va ularning vazifalari to'g'risida bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, bizda birinchi eng asosiy ishtirokchilardan biri bu institutsional investorlar hisoblanadi. Ularga misol qilib aytadigan bo'lsak, yirik tashkilotlar, umumiy aytganda yirik tashkilotlar hisoblanadi. Misol uchun pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari, hedge fondlar va hokazo investitsiya fondlari. Ularning vazifasi esa katta miqdorda, juda ham retail traderlardan bir muncha barobar katta miqdorda investitsiya kiritadi. Ya'ni ularda taxminan milliard, undan ham katta summalarda bo'lishi mumkin. Va bizda navbatdagi fond bozori ishtirokchilari bu bizga o'xshagan oddiy traderlar. Bularni soha tilida retail investorlar deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu bizga yana aytib o'tganimdek jismoniy shaxslar. Ularning vazifasi shunchaki aksiyalarni brokerlar orqali savdo qilib, narx tushishi ko'tarilishidan foyda qilish imkoniyati bo'ladi. Va bizda navbatdagi eng asosiy ishtirokchilardan biri bu market makerlar hisoblanadi. Ular bo'lmasa bozor ishlamaydi desa ham bo'ladi. Ularning vazifasi likvidlikni ta'minlash. Ya'ni likvidlikni ta'minlash degani, misol uchun siz $100 miqdorda aksiyalaringizni sotmoqchisiz. Narigi tomonda xuddi shu narxda yoki undan ham qimmatroq narxda sotib olish imkoniyati, ya'ni sotib olish taklifini bergan bizga o'xshagan retail investor bor. Ana shu biz bilan uning o'rtasidagi savdoni amalga oshirib beruvchi tashkilot hisoblanadi. Misol uchun siz $100 aksiyani sotmoqchisiz. Narigi tomonda $101 olaman degan trader bor. Ana shu o'rtadagi narxni spread deyiladi. Ya'ni 100 bilan $101 orasidagi farq bu spread deyiladi. Ana shu spreaddan foyda qiladigan tashkilot mana shu market makerlar hisoblanadi. Mana shu narsa likvidlikni ta'minlash deb tushunishinglar mumkin. Va ular mana aytib o'tganimizdek doimiy xarid va sotuv narxlarini taklif qiladi. Ya'ni aytib o'tganimdek bid va ask degani bu o'sha sotish va sotib olish narxi beriladi va o'rtada spread narxi farq ham bo'ladi. Ana shu farqdan bular aytib o'tganimizdek foyda qilishadi. Mana shu joylarga kelamiz va misol qilib aytadigan bo'lsak, Citadel Securities va Virtu Financial tashkilotlarini aytishimiz mumkin. Va bizda navbatdagi eng muhim ishtirokchilardan biri bu brokerlar bo'lmasa ham biz bozorga to'g'ridan to'g'ri market makerga buyruq bera olmaymiz. Ya'ni buncha miqdorda men aksiya sotib olmoqchiman deb market makerga to'g'ridan to'g'ri ayta olmaysiz. Bu imkoniyatni bizga brokerlar taqdim etadi. Brokerlar bu dehqoncha aytadigan bo'lsak, o'rtakash, ya'ni market maker bilan biz retail savdogarlarning o'rtasidagi o'rtakash, ya'ni biz brokerga buyruq beramiz. Mana buncha miqdorda men aksiya olmoqchiman deymiz. Ular esa xuddi shu buyruqni market makerga jo'natadi. Market maker xuddi shu likvidlikni ta'minlagan holatda ularni bizani, ya'ni buyrug'imizni bajarib berishadi. Xo'p, bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, Interactive Brokers eng mashhurlari va Robinhood hisoblanadi. Bundan ham yana tashqari brokerlar bor. Ularga xudo xolasa keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Regulyatorlar ham keyingi o'rindagi eng asosiy ishtirokchilardan biri. Bular bozorda savdo qilishmasa ham bozorni savdo qilish tartibini, qoidalarini belgilaydi. Ya'ni agar misol uchun deylik, traderlarning qanaqadir huquqlari buzilyapti. Ana shu huquq buzilishini ham ular investorlarni himoya qilib ta'minlab berishadi. Misol uchun deylik, bitta broker bankrot bo'ldi va siz buyruqlaringiz hali ya'ni berilgan buyruqlaringiz bor, amaldagi ishlab turgan buyruqlaringiz bor. Ana shu holatda broker agar bankrot bo'lib yopiladigan bo'lsa, sizni huquqlaringiz, ya'ni kapitalingiz mana shu regulyatorlar yordamida himoya qilinishi mumkin. Bunda AQShda misol qilib aytadigan bo'lsa, Securities and Exchange Commission hisoblanadi. Va yana bir muhim ishtirokchilardan biri bu kompaniyalar fond bozoriga o'z aksiyalarini chiqarib, kapitallarini jalb qilishadi. Ya'ni IPO ga chiqib, o'sha IPO da katta investorlar
ushbu kompaniya IPOga chiqargan kompaniyalarning aksiyalarini katta miqdorda sotib olib, keyin ulardan keyin o'sha fond bozoriga, ya'ni oddiy treyderlarning qo'liga o'tishni boshlaydi. IPOga chiqish degani bu o'sha kompaniya aksiyalarini ommaga sotishga taqdim qilish deb tushunishinglar ham mumkin. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizda eng asosiy ishtirokchilar bu investor sarmoya kiritadi katta miqdorda. Biz ham investorimiz, faqat retail investor. Investor deganda katta investorlarni tushunishlarni xohlardim. Market makerlar likvidlik yaratadi, brokerlar o'rtakash, biz va market makerlar o'rtasidagi o'rtakash va regulyatorlar o'sha tartibni, qonun qoidalarni chiqarishadi. Kompaniyalar esa kapitallarini jalb qilib o'z aksiyalarini sotishadi. Shuning bilan sizlar bilan bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Agar qanaqadir joylarda tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda fikringizni qoldirishingiz mumkin. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.